Hayajonda kutib oldik bahorni, ko'zlarida sevinch, qalblarda nahorni. Yonib yonib dillarda sevinchlar, qalblarda shirin shirin xayollar. Quyoshdan go'zal nurlar sochilar, bog'larimda ochildi gullar. Ko'k bog'laringda go'zal g'unchalar yonadi yonadi dilgida. Bahor bahor kelding sen bahor, sen qalblarga nur solding bahor. Go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen bahor. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar va qadrli o'qituvchilar. Bugun biz tabiat uyg'onib, qalblarga quvonch ulashadigan mehr va go'zallik bayrami bo'lgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan bayram tadbiri tashkillashtirganmiz. Assalom deganda ochilar gullar, assalom deganda sayrar bulbullar, assalom bilan boshlanar ezgu kunlar. Assalom sizlarga aziz ustozlar. Bugungi dabdabali va xush kayfiyatga boy bo'lgan tadbirimizni tantanali ravishda ochib berish uchun so'zni maktabimiz direktori To'rayev Doston Boqijonovga beramiz. Qarsaklar bilan. Assalomu alaykum hurmatli ustozjonlar, assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, hurmatli ayollar, hurmatli qizlar. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin yurakdan samimiy muborakbod aytamiz. Umringlar uzoq, rizqinglar baland, hamisha erkaklarni baxtiga ochilib, sochilib, bahor gullari kabi chiroyli bo'lib yuravinglar. Bayramimiz ochiq e'lon qilamiz. Rahmat. Ayol bu mehr, ayol bu sabr, ayol bu hayotimizning eng go'zal bezagi. Ayniqsa ustoz ayollarimiz kelajak avlodni tarbiyalaydigan fidoyi insonlar hisoblanadi. Tadbirimizning kichik ishtirokchilari bor, lekin kichik bo'lsa ham eng quvnoq qatnashchilari bor. Marhamat, qarsaklaringlar bilan 1-F sinf o'quvchilarini she'rlarni eshitish uchun taklif qilamiz. Marhamat. Ta'rifingiz she'rga bitay, bugun sizga qo'shiq aytay, gullar to'shay poyingizga, xizmat qilay doim sizga, kuylayman shodiyona, bayram muborak ona. Boshimdagi tojimsiz siz quyoshim onajon, mehribonim farishtam, baxtimga bo'ling omon. Bog'larimga sochilgan doim cho'chagim, bahorda ochilgan. Bedor bo'lib tunlari alla aytib parvona, ko'nglingizni qilay shod, kulib yuring jon ona. She'ringlar uchun rahmat bolajonlar, joylarga o'tirasizlar bo'ladi. Mana guvoh bo'layotganinglardek, o'quvchilarimiz jajgina bo'lishiga qaramasdan ifodali qilib she'rlarni bizga yodlab berishyapti. Ya'ni tadbirga o'zlarini kichkina bo'lsa ham samimiy hissalarini qo'shyapti. Go'zallik va nafislik ayollarga xos fazilatlardir. Endi esa sahnaga 2-E sinf o'quvchilari tomonidan ijro etiladigan Qurolay deb nomlangan raqsga bersak, qarsagilar bilan marhamat. Yomon botdi, og'ir botdi, yorim o'zini quvotdi,
Xayolida bir nimalar rashk o'tida yondirib o'tdi. Sevarmushman boshqasini, yo eslarman eskisini. Yurarmushman yallo qilib, jonimdan to'ydirib o'tdi. Quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dodingni. Quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. Ajoyib raqs uchun 2-A sinf o'quvchilariga yana bir bor o'zimizning minnatdorchiligimizni bildirgan holda, endi esa navbatni 2B sinf o'quvchilari tomonidan tayyorlangan ajoyib bir qo'shiqqa bersak. Qani hammamiz qo'shiqni eshitamiz va hammamiz baho beramiz. Qani marhamat. Onalar va ustozlarga atalgan eng go'zal so'zlar albatta she'rlarda mujassam bo'ladi. Mana shuning uchun hozir navbatni 4B sinf o'quvchilariga beramiz va ulardan ajoyib bo'lgan she'rlarni kutib qolamiz. Qani marhamat. Hayot bog'larida tikonlar sursin, umr yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Nurlarga mujassam, nurlarga berandi bu kun zamin ham qutlug' ayyomingiz muborak bo'lsin. Bolam deb g'am chekkan mehribonlarim, tashvishi bir umman quvonchi yarim, ey mening jannatiy ustozlarim, qutlug' ayyomingiz muborak bo'lsin. Qalblardagi chiroyli tilak savoblardan beradi darak. Sizga izhor aylan istak. 8-mart bayramingiz muborak bo'lsin. Bahor oftobidek chehringiz kulsin. Doimo tabassum hamrohingiz bo'lsin. Kirgan bog'ingiz gullarga to'lsin. 8-mart bayramingiz muborak bo'lsin. Hozir yuqori sinf o'quvchilari tomonidan Jida gullaganda degan ajoyib bir retro nostalgik qo'shiqqa beramiz. Marhamat. Yomg'irlar yog'ganda, ko'cha atrof gullar bilan to'lganda, ertalabdan magazindan qaytarman, kecha yozgan ashulamni aytarman. Go'zal qiz turar edi bekatda, qani men ham paydo bo'lsam o'shatda, qo'limda non, sochlarim bir ahvolda, boshim hamma chenarli bir holda. Bahor kerak jida gullaganman, asalarim onar ekan gullarga. Sevqozimga saloq sevishganlarga, ishlab qo'ying o'tga janonalarga. Bo'lganida mana manziliga eltardim bu qizchani, aylantirib mashinamda yurardim, signal chalib ko'chalarni kezardim. Lekin afsus hatto xushtagim yo'qdir, do'zaxni dam narsam ne uzoqdir.
Bizning ko'zi qandaydir burchakda, sho'r pesholam yaltiraydi oftobda. Bahor kelib jiyda gullaganda, asalarim qo'nar ekan gullarga. Sevgi hurmat, salom sevishganlarga, ishlaqali prezident jamoalarga. Kichkinga sir emas, bizning maktabimiz Boz International School, ya'ni xalqaro degan joy. Ha? Hozir o'zbek tilida bo'lgan she'rlarni eshitdik. Rus tilida bo'lgan qo'shiqlarni eshitdik. Ana endi navbatni rus tilida ayollar uchun atalgan ruscha she'rlarga beramiz. Marhamat, qarsagilar bilan 2-D sinfini taklif qilamiz. Если мама рядом, полон мир чудес, ничего не надо, если мама здесь, я ее покрепче за руку возьму, не отдам я маму в мире никому. Сегодня праздник маме, день готовить вовсе нам не лень. Сестренкой мы замесим тесто, чтоб пирог испечь на месте. Полы помоем, уберем, цветочки в доме все полем. Игрушки наши соберем, на праздник маму позовем. На свете лучше мамы нет, передаем мы ей привет. И если мама улыбнется, она красивая, как солнце. Ana endi ayolning muqaddasligini yana bir bor isbotlab, hammaga ko'rsatish uchun navbatni 3-sinflar, ya'ni-da 3E, 3A sinflar va boshqa ham 3-sinflar qatnashgan muqaddas ayol deb nomlangan sahna ko'rinishimizga beramiz. Marhamat. Boshlar izi bor, quyosh izi kuydirgan, quyoshlar izi bor. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Aziz o'quvchilar, o'zbek tilimizda she'rlarni eshitdik. Rus tilida ham she'rlarni eshitdik. Yana qaysi tilda she'r eshitishni xohlaysizlar? Arab tili deysizlarmi? Bo'lmasa arab tilidagi she'rlarga navbat beramiz. Marhamat. يا في قلبي لا أنساها عاشت أمي أدعو ربي طول اليوم ربي ربي احفظ أمي أستاذي أنت أنا علمي أمي يا داو الصباح
يا قمر في الليل له معلمتي معلمتي ما أغلاها هي في قلبي هي دنياها يا أستاذي يا نبع الحنان يا أهل من في وجدانه Ayol sabr timsoli. Ayol mehr manbai. Marhamat. 3-chi va 1-chi sinf o'quvchilari ijrosida Ayoldir bu nomli sahna ko'rishimizga beramiz. Marhamat, qarsiylar bilan. Azal yaratganda Xudo shirin so'zga joni Xudo ayoldir orzusidan kechib goho yori uchun qilgan vafo ayoldir yo'g'iga ham o'zi yetmay murodiga farzandidan umid kutgan ayoldir u ayol aziz muqaddasdir nozik xilqatsiz shubhasiz ona zamin gapidirsiz sizdan urug'siz ham aziz ayol aziz ichra olam nursiz ona qizim yo'lim odam yo'lim siz yo'sinimsiz ayol aziz muqaddas ayol Mingga tashvish o'yi bor yuragini kuydirgan shirin xayollarga emas hasratga to'ydirgan axir u bag'ri yonib tursa-da farzandlarim kuydirgan issiq tandir o'chog'ida oy yuzini kuydirgan axir u beg'ubor ayol bag'ri yonib tursa-da farzandlarim Ana endi navbat yana yuqori sinf o'quvchilariga, ya'ni o'quvchisi Dilnozaga keldi. Ular tomonidan hozir biz Yulduz Usmonovaga tegishli bo'lgan ajoyib bir qo'shiqni eshitamiz. Marhamat. Hozir esa 4-B sinf o'quvchilaridan Alyonishga qo'shig'ini
tinglab qolamiz. Marhamat.
Ramokunda, Lubiski Shamona Kali, Adekna Potomi, Abe Sakwa Bishemona Kali, Alina Nina, Kanina Nina Nina, Alina Nina, Kanina Nina Nina, Sabato Sikisa, Abetamoni Kususa, Salina Sulika, Kamatli Kosulika, Alina Nina, Kanina Nina Nina, Alina Nina, Kanina Nina Nina, Emerald Caro, Listen,